har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur. 21-oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Hikmatlarning himmati bor o'zbek tilim qonida, hali qancha sir sinoat mujassam imkonida. Hikmatlarning himmati bor o'zbek tilim qonida, hali qancha sir sinoat mujassam imkonida. Har so'zida mingta ma'no olmos kabi tovlanar, latofati nazokati yoqutdek jilovlanar. Milliy qadriyatlarimiz va davlatchilik timsoli bo'lgan ona tilimiz har doim dunyo minbarlarida jaranglab tursin. O'z sofligi va jozibasini hech qachon yo'qotmasin. Bu sado yangrar hamon, sira ado bo'lmaydi. Olam aytar hech qachon ona tili. Jumlai jahon bo'ylab bo'y cho'zmoqda tilimiz, iftihoru g'ururlarga to'layapti dilimiz. Hech shubhasiz o'zbek tili kelajagi farovon, dunyo bo'ylab kamtarona nur taratar charog'on. Umidida yangragan ilk ovozingdan aylanay, ulug'langan o'zbek tilim parvozingdan aylanay. Umidida yangragan ilk ovozingdan aylanay, ulug'langan o'zbek tilim parvozingdan aylanay, parvozingdan aylanay.